Nima uchun Jizzaxga bordik? Men Toshkent viloyati Parkent tumanidan Jizzax viloyatiga qarab yo'lga chiqdim. Chamasi ertalabki soat 5:30lar. Masofa taxminan 320 kilometrni tashkil qilar, lekin bu yo'l oxirida meni haqiqiy mo'jiza kutayotganidan xabarim yo'q ekan. Yo'ldagi hamrohim xolamning o'g'li viloyat markaziga ham yetib bordik va bir tamaddixonada somsa tanovul qilishga kirdik. U yerdagi qo'y va mol go'shtidan tayyorlanadigan somsalar o'rtacha 45 mingdan ekan. Tandir yonida turgan somsabazni suhbatga tortdim. Necha yildan beri somsa bilan shug'ullanasiz? 6 yildan beri. Nechta somsa yopasiz kuniga? 1,5 mingta. Nechta ketadi aka bu tandir ichiga? 100 ta, 110 ta ketadi aka. 250 gramm bu. Kattasi 500 gramm. Bir kunda nechta somsa yopgansiz aka? 1900 topganman. Oshxonadan chiqib, O'zbekistonda Shveysariya nomini olgan Zomin tog'lariga qarab harakatlandik. Viloyat markazidan u yergacha bo'lgan masofa 70 kilometr. Yo'l-yo'lakay suv omboriga ham guvoh bo'ldik. Nihoyat dam olish maskaniga ham yetib bordik. Hududga kirish uchun pul talab etildi. Kirish narxi 20.600 so'm ekan. 10 yoshdan kichik bo'lgan bolalar uchun mutlaqo bepul. Juda zo'r, juda ajoyib tabiat, hayqirib turgan tog'lar u ko'm-ko'k arjazorlar. Bu yerda narx-navo biroz qimmatroq. Mahalliy va xorijiy sayyohlar uchun barcha qulayliklar mavjud. Yo'l chetidagi bannerlarga tabiatni asraylik deb yozilgan ekan. Ekologik barqarorlikni saqlash har bir vatandoshimizning vazifasi. Soylarda shildirab oqayotgan muzdek suvlar tabiatni o'zi musiqa chalayotgandek go'yo. Tog' bag'riga o'rnatilgan ayiq aynan hududni qo'riqlab turgandek. Yana bir ajablanarli jihat, g'orda saqlanadigan sariyog'. Sotujidan ma'lumot olamiz. Echkini qorni hisoblanadi, sigirda sariyog'i saqlanadi ichida. Misol uchun buni 1 kilosi 3 kilo qo'y go'shtini o'rnini bosadigan narsa hisoblanadi. Kilosi 120 ming so'mdan bo'lyapti. Ichidagi sariyog'ini yeysiz, tashqarisida terini tizzaga boylaysiz, tizzadagi tuzlarni tortib oluvchi narsa hisoblanadi. Bu necha yil g'orda turgan? 3 yilligi bu. O'zi necha yildan necha yilgacha saqlanadi? 1 yildan 4 yilgacha ham turadi. Bu yerni tabiati ham, ne'mati ham tabiiy albatta. Bunga yaqqol misol toza asal. Zomin tog'larda olingan asallarimiz. Mana bunisi mayski asal deb nomlanadi. Erta bahor har xil gullardan olingan asal, oila davrasida yeyiladigan asal hisoblanadi. Kamqonlikka, immunitetga foydali. Yontog'da tanasidan olingan asal bu kuzda olinadi. O'zbekiston sharoitida eng oxirida olinadigan asal hisoblanadi. Buni foydali jihati kuchli ichki shamollashlarga foydali. Mana shu tog'lardan asallarlar juda mehnat qilib tayyorlagan asallar. Hududda qor qalinligi 30-35 sm ekan. Bu yerdagi barpo qilingan dor yo'li aynan yurtdoshlarimizga juda kayfiyat berayotganiga guvoh bo'ldik. Dor yo'li balandligi 400 metr, uzunligi esa 200 metrni tashkil qilar. Qiziqarli sayohatdan so'ng yo'l-yo'lakay sotilayotgan nonlarni ko'rdik, ya'ni qozon patirlar. Zominning qozon patiri degani shu bo'ladi. Bu qozonni nega teskari qilib qo'ygansiz? Non pishyapti ichida. Avval orqasini pishirib oladi. Oldin orqasi pishiriladi, keyin oldi, ha? Ha, keyin cho'qqani deb to'nkarib qo'yadi. Ana. Ajoyib. Xola necha yildan beri pishirasiz buni? 40 yildan beri patir pishiraman. Kuniga nechta patir pishirasiz? Bir kunda bozor kuni 50 ga yetkazamiz. 50 ta, ha? Ha. Nech pul sotyapsizlar buni? 25 ming o'zi. Donasini. Bu yasalgan, ha? Yasalgani. Qozonga mana bular, mana o'sha xamir mana. Mana. Bu necha gram bu? Rosa katta emasmi? Bu 1 kilodan oshiq chiqadi. 1,5 kilo chiqadi. Bir qop undan nechta tushadi bundan? 55 ta tushadi. Sut qo'shamiz, yog' qo'shamiz. Inson hamisha o'zini go'zalliklar ichida ko'radi. Siz u biz yashab turgan manzil va makonlarimizga ko'z tegmasin. Aziz vatandoshlar.